Imom Buxoriyning orqalarida onalari bor edi. Onalari, otalarining mol davlati bor edi. Halol mehnatdan, shubhadan xoli tashlab ketgan pullari bor edi. Sibvayning orqasida ham onalari bor edi. Sebboyginam deb uni erkalaydigan, unga dalda beradigan onai zorlari bor edi. Azizlar, bolalarimiz bizlarga omonat. Ularning umrlari bizlarga omonat. Bolalarimizning har soati bizda omonat. Bolalarimizni sebboyim deymiz. Bolalarimiz uchun ishlaymiz. Lekin ularni mana shunday ulug'vorliklarga yetaklayapmizmi, yo'qmi? Hozir yozgi ta'til payti, kanikullar. Bolalarimiz bo'sh, bekor. Lekin bolalarimiz aksarlari zaharli o'rgimchak to'rlariga tushib qoldilar. Ijtimoiy tarmoqlar, televideniya kanallari ularni aqllarini ham bog'lab qo'ydi, qalblarini ham bog'lab qo'ydi. Ko'chaga chiqib qaraylik, birorta varrak ko'rmaysiz. Birorta varrak ko'rmaysiz. Qiyqirib 4 ta bolani ariqqa cho'milayotganini ko'rmaysiz. Ko'chaga deyarli bolalarni ko'rmaysiz. Qo'liga telefon tushsa, afyun kabi uni rom qiladi. Narkoman qanday afyunning payida bo'lsa, g'ami afyunga erishish bo'lsa, bolalarimizni bugun g'ami telefonga erishish, telefon olish, televizorning oldidagi mahliyolik bo'lyapti. Onalar xiyonat qilyaptilar. Bolalariga telefonni tutqazib qo'yyaptilar. O'zlari ishlari bilan ovora. Otalar ham, biz ham xuddi shunday. Orzu havas qilyapmiz, imoratlarni chiroyli qilyapmiz, mashinalarni almashtiryapmiz. Bolalar bilan qiziqmayapmiz, ularning hayoti bilan qiziqmayapmiz. Buxoriy shunday Buxoriy bo'lmadi. Abu Hafs Kabir shunday Abu Hafs Kabir bo'lmadi. Bugun bolalarimiz telefondan nima o'rganyaptilar? Erta-yu kech o'yin. Foydalisidan ko'ra zararlisi bisyor bo'lyapti. Otalarni, onalarni bolalarga mukofotlari nima bo'lyapti? Mana bu ishni qilsang, telefon olib beraman. Mana bu ishni qilsang, sotka olib beraman. iPhone olib beraman, Samsung olib beraman bo'lyapti. Biz o'zimiz ularni zaharlayapmiz. Qandayki mashhur maqol bilamiz. Ayiq yarador bolasini o'ldirar ekan. O'z bolasini o'ldirar ekan. Ayiq bolasi yarador bo'lib, jarohatidan qoni oqaversa, ona mehribonlik qilib uni yalayverar ekan. Qon to'xtamasdan oxir bola o'lar ekan. Bugun bolalarimiz ma'naviy, iymoniy, e'tiqodiy halok bo'lyaptilar, lekin biz qarab turibmiz. Bolalarimiz omonatimiz. Azizlar, ularni asrashimiz kerak. Ularni avaylashimiz kerak. Ularga Allohning kalomini o'rgatishimiz kerak. Buxoriyni tamal toshi Qur'on bo'lgan. Ibn Sinoni ham, Abu Hafs Kabirni ham kim bo'lsa bo'lsin, bu yurtdan, bu diyordan chiqqan barcha ulug'larning tamal toshi Qur'oni Karim bo'lgan. Qur'onni yodlagan, tamal toshi mustahkam bo'lgan, undan keyin rivojlanib raketa simon ketgan. Bolalarimizni asraylik, bolalarimizni avaylaylik, bolalarimizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilaylik. Kim hidoyat qiladi? Men hidoyat qilaman, siz hidoyat qilasiz. Sizni bolangizga, sizni g'amxo'rligingizday hech kim g'amxo'rlik qila olmaydi axir. Laysatil buka'u imra'atin mustajara ka buka'i imra'atin sakla. Boshiga musibat tushib, alamzada ayolning yig'isi bilan ijoraga keltirib yig'latgan ayolning yig'isi bir xil emas. Arablarga ovoz bo'lishligi uchun ijoraga ayollarni olib kelib yig'latishar ekan. Bugun bolamizni kim asraydi? O'zimiz asraymiz. Televizor ularni asray olmaydi. Televizor kanallarini, radio kanallarini bir ko'raylik. Tuzishidan ko'ra buzishi ko'proq. Raqsu, yalloyu tarallodan bu yoqqa kelmaydi. Iza kana robbul bayti lid-duffi doriban fashimatu ahlul bayti kulluhum ar-raqsu. Yalloyu tarallo bilan o'sgan farzand nima bo'ladi? Qanday g'oyasi shakllanadi? Qanday bo'ladi? Yolg'onlarni eshitib o'sganlardan nima oqibat kutish mumkin? Ayollarimizni
bizlarni hammamizni Qur'oni Karim, o'tganlarimiz salafu solihlarimizni hayotlari, Buxoriyni hayoti, Muslimni hayoti, Abu Hafs Kabirni hayoti, Hazrat Naqshbandni hayotlari o'nglaydi.